Şərqi Türkistonda turmaga tashlangan yaqinlar uchun adolat izlayotgan Uyg'urlar yordam talab qilish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ancha tanishlik bo'lmagan bir organga murojaat qildi. O'tgan bir yilda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xohlagancha tutib turish xizmat guruhi jami 8 Uyg'ur mahbus haqida 3 qaror chiqardi. Har qatimli qarorda Xitoyning bu Uyg'urlarni tutib turishining kishilik huquqiga daxl tarz qilish bo'ladiganligi ta'kidlandi. 3-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqi oliy komissari tomonidan tayinlangan 5 kishilik xizmat guruhi Uyg'ur tarixchisi Akbar Asad, doktor Gulshan Abbas va jurnalist Qurbon Mahmudni darhol qo'yib berishni talab qildi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa 1944-yılı 5-ayning 18-günü Qrim Tatarlarının sürgün qılınğanlığı ve irqi qırğınçılıqning 79 yılligi münasibati bilan Qrim Axborot Agentligiga alayda bayonot e'lon qildi ve musafirlik yo'lida şehit bo'lgan Qrim Tatarlarini xotirladi. Dolqun Aysa bayonotida mundaq dedi: 70 yildan keyin o'xshash tarix bugun Sharq Turkistonda takrorlandi. Xitoy hukumati Stalin va Gitler hokimiyati qo'llangan usullar bilan Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik qilmoqda. Men musofirlikda hayotidan ayrilgan Qrim Tatar xalqiga Allohning rahmatini tilayman. Bizning umidimiz bu irqiy qirg'inchilik oxirlashida Sharq Turkiston xalqi va Qrim xalqi o'zlarining bayrog'i ostida mustaqilligini qo'g'daydi. Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini Xitoyning Shanshe o'lkasi Xi'an shahrida boshlandi. Xabar qilinishicha, Xitoy hukumati raisi Xi Jinping boshliqlar yig'iniga riyosatchilik qilgan bo'lib, mazkur yig'inning asosli maqsadi Xitoyning O'rta Osiyodagi 5 davlat rahbarlari bilan bo'lgan hamkorlikni kengaytirish ekan. Egilishicha, Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Jabbarov, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon, Turkmeniston prezidenti Sardar Berdi Muhammadov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-may orqa-orqadan Xi'anga yetib borgan. 2023-yillik G7 boshliqlar yig'ini Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Hiroshima shahrida Yaponiyaning navbatchi raisligi ostida boshlandi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio sohibxonlik qilgan boshliqlar yig'iniga Amerika, Fransiya, Angliya, Germaniya, Kanada va Italiya rahbarlari qatnashdi. 5-ayning 21-kunigacha davomlashadigan boshliqlar yig'iniga G7 davlatlari, shundaqla Yevropa Ittifoqi, Indoneziya, Hindiston, Koreya, Avstraliya va Vyetnam taklif qilindi. Xitoy hukumatining Ukrainaga avatgan favqulodda elchisi Li Hui Kiyevga qilgan ziyorat jarayonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Ukraina tashqi ishlar ministri Dmitry Kuleba bilan ayrim suhbatda bo'lgan hamda Xitoy hukumatining Rossiya-Ukraina urushini oyoqlashtirishiga kuch chiqarishni xohlaydiganligini bildirgan. Ammo Kuleba bu haqda aniq qilib ifoda bildirgan hamda Ukraina hukum talqon bo'lib ketsa-mu, zamin kesib berish badaliga tinchlikni qo'lga keltirishni istamaydi. Bu bizning o'zgarmas maydonimiz degan.